Bütün dünya birdek itiraf qilgan ayollarning asosiy huquqlari qaysilar? Salom, hurmatli aziz vatandoshlar. Men Tahirmin Uyg'uriyat. Bugun sizlar bilan bütün dünya itiraf qilgan ayollarning asosiy huquqlari qaysilar degan tema haqida o'rtoqlashmoqchiman. Aziz vatandoshlar, bugungi dunyo madaniy dunyo. Bugun 21-asrda dunyoning har qaysi joylarida ayollarning jamiyatdagi o'rni o'sib, ularning insoniyatga, o'z davlatiga, madaniyatiga qo'shgan to'pisi bütün dünya tarafidan o'rtoq itiraf qilinadi. Ular o'zlari, oilasi, xalqi, jamiyati va insoniyat uchun az bo'lmagan to'plarni qo'shib, o'zguchlik, hurmat, layoqat, mehr-muhabbat va hurmatga erishyapti. Ular bilan silishtirganda bizning vatandagi xonim qizlarimiz, onalarimiz, singillarimiz, hamshirimizning o'rni intayin tuvan. Shundaqla ular insoniyatda az ko'riladigan ig'ir kunlarni boshdan kechiryapti. Muhojiratda bo'lsa-mu, biz Uyg'ur xonim hamshirlarimizning, sing'illarimizning duch kelayotgan turli masalalarni anglab turyapmiz. Bu nuqtadan olganda biz muhojiratdagi barliq qarindoshlarimizning Uyg'ur ayollarining boshqa ayollar bilan o'xshash bahrilanishlik huquqlari qaysilar? Ayollar bir inson bo'lish bilan ular qanday huquqlardan bahramand bo'ladi? Buni cho'qim bilishimiz kerak va buni bilgandan keyin ularning huquqini qo'g'dishiga yordam qilishimiz kerak. Men bütün dunyoda hozir qadar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va ayollar bilan aloqador tadqiqot organlari qonun ve başka alohida prinsiplar asosida tayyorlangan ayollarning asosiy huquq ayollarning asosiy huquqlari haqida bir qator moddalarni shu xalqaro itiraf qilingan hujjatlarga asosan tayyorlab chiqdim. Bu sizlarning foydalanishinglar uchun. Oldi bilan ayollarning inson ekanligini itiraf qilish bu intayin zarur. Tarixdan beri ayollarni erlardan bir daraja töven ko'radigan umumiy qarash shakllangan. O'tgan 2 asrda ayollarning o'rni avval Yevropa, keyin Osiyo qatorliq davlatlarda biroz qit'alarda biroz kengayib, ayollarning o'rni itiraf qilinishga boshladi. Endi biz davatgan bu tövendeki huquqlar oldi bilan ayollarning boshqa erlarga o'xshash barobar huquqdan bahramand bo'lishga tegishli inson ekanligini itiraf qilish bilan bo'ladi. Agar ularni bu huquqni itiraf qilmaganlik ularni inson qatorida ko'mganlik bilan barobar. Undaqda bu huquqlar qaysilar? Birinchi, ayollarning izzat, hurmat huquqi. Ya'ni ayollarning qadrlanish huquqi. Ayollar bu nuqtadan olgan chaqda ayollarni haqorat qilishga, tillashga, ularning izzat nafsiga tegishga bo'lmaydi. Yani bu izzat, obro'y, nom, shuhrat huquqi qatoriga kiradi. Ikkinchisi, ayollarning jismoniy bexatarlik huquqi. Ya'ni ayollar jismoniy jihatda qo'g'dilishi kerak. Ularni zaxmlantirishga, urishga qat'iy bo'lmaydi. Üçüncüsü, ayollarning siyosiy huquqi. Ayollarning saylanish va saylash huquqi bo'ladi. Bilet tashlash huquqi bo'ladi. Ayollarning tashkilot qurish, namoyish qilish, norozilikni ifodalash huquqi bo'ladi. To'rtinchi, ayollarning fikr qilish huquqi. Yani ayollarning so'zlash, o'zini ifodalash, norozilikni o'tirg'a qo'yish, qo'lg'anlikni ifodalash, maqola yozish, kitap nashr qilish, jamiyat, oila, madaniyat, qonun, din haqida o'zining o'ylaganlarini o'tirib qo'yish huquqi bo'ladi. Bu fikr qilish huquqimi intayin muhim huquqlardan biri hisoblanadi. Beshinchisi, ayollarningki xizmat qilish huquqi. Ayollar xohlagan kasb bilan shug'ullanish, pul tepish, o'z turmushini o'zi qamdash huquqiga ega. Bu huquqlar xuddi erlarga o'xshash bo'lganiga o'xshash, ayollarning o'z xohlagan kasb bilan shug'ullanish, kasb qilish huquqi bo'ladi. Oltinchisi, ma'rif huquqi. Yani ayollar o'qish, o'rganish, xohlagan sohada bilim egallash, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanish, jamiyatga tuhfa qo'shish huquqiga ega. Bo'libmi kichik qizlarni
faqat ma'lum bir ideologiya, ma'lum bir liniya yo'nalish bo'yicha emas, balki ularni o'rtaq umumiy insonlarga birdek bo'lgan ma'rif kasbiy soha bo'yicha tarbiyalash, o'qish, o'rganish sharoitiga yiqilish bu ota-onalarning, jamiyatning, davlatning mas'uliyati. 7-dan ayollarning harakat qilish huquqi. Ayollarni bir yerga solab qo'yishga, uningki taloqqa chiqish huquqini cheklashga, bir shahardan bir shaharga birish huquqini cheklashga qat'iy bo'lmaydi. Bu xalqaro qonunlarga xilof. Yani ayollar o'zi xohlagan joyga chiqa oladigan bo'lishi kerak. Chunki u bir inson bo'lisi bilan uning harakat qilish huquqi bo'ladi. 8-si ayollarning muhabbatlashish, turmush qurish, nikohlanish huquqi. Yani ayollar o'zi xohlagan kishi bilan tanishish, muhabbatlashish, turmush qurish huquqiga ega. Ularni majburlashga, qo'rqitishga bo'lmaydi. Ayol kishi xohlamaganda jinsiy turmushga majburlashga bo'lmaydi. Bu bosqinchilik deb ataladi. 9-si ayollarning farzandlik bo'lish huquqi. O'zi tanlagan, xohlagan kishi bilan farzandlik bo'lishni qaror qilish huquqi. Bu yuqorida o'tirib qo'ygan 9 huquq intayin aqalli, oddiy bir huquq bo'lib, har birisininki sharhlanishi, chitilish doirasi nihoyat keng. Mundaqcha aytgan chog'da ayollar huquqi inson huquqi. Bu butun dunyoda e'tirof qilingan oddiy bir jumla, so'z. Women rights are human rights. Ayollarning huquqi inson huquqi demakdir. Demak, ayollarning boshqa butun insonlarga o'xshash eng aqalli bo'lgan huquqlarni qo'g'dashga, himoya qilishga, ijro qilishga biz erlar bo'lishimiz bilan tirishimiz kerak. Agar ayollarning ijtimoiy o'rni yaxshi bo'lgan ayollar ijtimoiy o'rni o'zini tuvan bo'lganlarga yordam qilishi kerak. Shundaqla ayollarimizmi, xonim qizlarimizmi o'zining qanday huquqi borligini bilishi kerak. Ayollarning butunlay bir erning chakiri, xizmatchisi, maliyi bo'lishga band qilingan hech qanday bir qonun, hech qanday bir tuzum yo'q. Agar bir ayolni sen bir ömür malay bo'lsan, sen bir ömür boshqalarga xizmatchi bo'lsan, sening so'zlash huquqing yo'q, sening yezish huquqing yo'q, sening norozilik qilish huquqing yo'q, sening taloq chiqish huquqing yo'q, sening xafa bo'lish huquqing yo'q. Sen faqat mangla xizmat qilsan deydigan bo'lsa, bundaq tuzum, bundaq diktatorlik, bundaq ma'naviy turma va jismoniy turmani pachaqlab tashlash kerak. Uni pash qilish kerak, jamoatga bildirish kerak. Ayollar bizning onalarimiz, bizning hemşerilerimiz, bizning qizlarimiz, bizning xonimlarimizdir. Muhaciratdagi har bir Uyg'ur o'zi duch kelgan ayollar huquqiga oid masalalar bo'lib qolsa, uni cho'qim shu davlatda turayotgan qonun organlariga pash qilish kerak. Ayollarning huquqi qo'llanilmasa bir jamiyat mukammallashmaydi. Onalar bizning onalarimiz. Gap qilayotgan Tayirmenning onasi ona, ayol. Mening qizim ayol. Mening xonimim ayol. Hammamizningki o'xshash. Bizning hemşerilerimiz ayol. Ayol vücudur bo'lishi kerak. Ayol ayilishi kerak. Qo'g'dishimiz kerak. Bu bizning aqalli mas'uliyatimiz. Agar biz qo'g'dayolmasak, ularga o'zining huquqini, qo'g'dash huquqini bildirishimiz kerak. Uni jamiyat, davlat, qonun qo'g'dishi kerak. Ko'pchilikka rahmat. Bundan keyin o'z huquqlarimizni qo'g'day oladigan, ayollarningki o'rni yuqori bo'lgan bir jamiyat qurishimiz uchun hammamizning tirishchilik qilishini umid qilaman. Yıllardan beri Uyghur ayolları vatanda en ig'ir kunlarni ko'rayotgan bo'lsa, chet elda sargardonlik, g'iribchilik bilan erlarga kelgan bisimdimi nechasi ig'ir bisimni ko'taryotdi. Turmush qurgan nurg'un hemşerilerimiz o'zining yo'ldoshlari bilan ig'ir kunlarda birga bo'lib, ularga hem ana, hem septash, hem xonim bo'lib, ularningki ma'naviy va moddiy turmushida intayin muhim rol o'tayotdi. Va nurg'un hemşerilerimiz erlarimizni qilolmaydigan eng muhim siyosiy harakatlarda, madaniyatda, ma'rifda oldiga chiqib, jamiyatga to'p qo'shyotdi. Biz u xonimlarimizga rahmat etimiz, ulardan o'rganimiz, ularni ulgu qilamiz, ularni qadrlaymiz. Uyg'ur jamiyatida ayollarning o'rni yuqori jamiyat bo'lishi kerak.
ayollarning o'rni qadrlanadigan bir jamiyat bo'lishi kerak. Shunday bo'lgan chog'da bizdan bek burun ilgari yashagan ota-bobolarimizning ayollarni, onalarni, qizlarni hemşireler hurmatlaydigan bir g'oyaviy jamiyatiningki simasini amalga oshira olamiz. Ayollar o'rni tuvan bo'lgan jamiyat, erlarning o'rni tuvan bo'ladi. Agar ayollarni biz xonish qila olsak, ayollar bizni podshoh qiladi. Aziz qarindoshlar, kelaqtimliq suhbatimizni ko'rishaylik. Hammalarga salomatlik, omonlik tilayman.